10 minutda yasab olishdi. Hammaga salom. Bugungi vlogimizda kichik bir orzularimdan bittasi ushaladi. Hamma shu yerda to'plandik hozir. Bayklari buzilib qoldi hozir. What happened? They don't know. Overheat. Sal dam olgandan keyin let's go. Let's go. Sal dam olgandan keyin. So guys, we have another obstacle. Yeah. Our first motorcycle is very orange. And our friend here. Yeah. Enjoy. Ayo ya. Ayo. Hi. It's getting cool, guys. So in the left and right is the forest. So now we stop to take. Hi, say hi, guys. Say hi. Dam olgan to'xtadik hozir. Nechta bayk tekibsiz? 1 2 3 4 5 6 7 yo 8 ta. What's your name? My name is Sharifa. Sharifa. Oh my god. Your names are quite similar with Uzbek names. We also have names like Sharifa. Sharifa. Hafiz. Hafiz, right? Haydar. Shunaqa post bor. Beachga ketishda to'xtatishadi. 15 mingdanmi qanchadir odam, har bir odam to'lashi kerak. Aytgan. Okay. Havo ozgina shamolroq ekan bugun. Shu tentlarda qolamiz bugun. O'zbekchasi chodir adashmasam. Chodirlarda hozir ikkita qizlarga, yana ikkitasini bolalar uchun yasashadi. Shunda qolamiz kech payin. There's 2 for girls, right? 2 for boys. Bu ikkitasi qizlarga, bu ikkitasi bolalar uchun o'zlariga yasashyapti hozir. How many minutes does it take to build this one? No, I mean tent to make it now. How many minutes time? Oh, I think 10 minutes. 10 minutes. It's easy. Yeah, 10 minutes. Really?
İkkita tentlarimiz уже tayyor bo'ldi. Bu ikkitasi bolalarga. Sразу kelib уже bularni qo'shib boshlashdi. 10 minutda yasab olishdi. Bular hammasi mendan kichkina ekan, 2 yoshga 18 ga kirishgan ekan. So this time we will make a fire and then we doing a barbecue. We eat a lot of Meat. Yes, Beef, right? beef. Yeah. Yeah. This is Salma. Salma. How beautiful. This is Bagas. Sharifa. Yeah. Yeah, say hi. You will appear. You will be famous star. Bintang, bintang. Bintang. Yeah, what's your name? Tiara. Tiara. Pipai? Pipai. Pipai. I know your B. And Dina. Dina. What's your name? My name is Caca. Caca. My name is Caca. Caca. What? Shahla. Shakla. Shahla. Can you pronounce? Shahla. Sakwa. Yeah, Shahla. Sakwa. Shahla. Can you pronounce? Shakwa. Hai Sakwa. Makasih ya, makasih. Yes. Shahla. Sakwa. Yeah. Bagus. Taruh sini dulu aja ya. Tentlarda ichiga kiramiz уже. Bu tentni ichi, chodirimiz ichi. 4 kishi qolmoqchimiz shuning ichida. 4 ta odam. Di sini aku di tengah-tengah sini. Kayak orang melahirkan. Yo, wait. Ini di sini. Ya itu di pasar mana? Nah, mana? Indonezian tilida gaplashib o'tiribdi hammasi. Tolong ambil. Hech narsani tushunmayapti. Portable ada. Say hi. Opor portable. Terus Hi mana? there. Ini udah sih. Kalian tuh Oh my god, you brought microphones. Really? Hozir grill pishmoqchimiz. Hech nima ko'rmayapti. Qorong'ida okean juda ham qo'rqinchli bo'lar ekan qorong'ida. Hozir go'shtlarni grill qilmoqchimiz. guys yang beliin daging. Gonna do it grill. Yeah. So this is portable stove. Portable stove. Yeah, portable stove and chicken meat and Ada yang bawa cuka nggak? Harusnya pakai Beef. cuka aja biar. beef meat. Yeah. Iya, siapa yang kepikiran ke bawah gitu loh. Hozir har xil souslarni qo'shib nimadir qilishmoqchi. Bularda kichkina shashlikka o'xshagan narsalar satay deyiladi. Shuni grill qilishmoqchi hozir. Tovuq, sosiska, yana sous qanaqadir mol go'shti. Yes. Boleh, kita banyakin nggak apa-apa. Mau tak tambahin banyak lagi nggak, Bos? Mau tambahin? Boleh. Mau tambahin kok? Nasi mana nasi? Nasi. Jadinya. Mau digedein. Jadiin lah. Begini, tapi ininya lagi. Oh, dia ganti kaputri. Uchlarigacha olib kelishibdi shunaqa qilib. Ada yang ngambil. Santai aja. Bu qo'ziqorin ekan bunisi. Pakai daging atau enaknya?
Hidi shunaqa zo'r. Aku nitip kemarin. Agak tepung. Sok kape. Iya, lihai banget. Tadi pagi kan dia masak Halo, opor. this is Nicole from Indonesia. So if you Aku cuma pengawas yang pesan dari Pak. Meatball from chicken, right? chicken ya, Fried meatball. Fried meatball. Bizi qiymaga o'xshagan narsa faqat tovuq go'shtidan. First impression, right? I think this is like a comedy song. Comedy song. Comedy song. Yeah, like this. But Listen. so fun. yeah. Wait. I think it's Like, like look a like read Shirley. Al-Quran. No way. How we can like this? Yeah, like this. Wow, so fun. Yeah. Wait. Kayak Sasuke loh. My body reflects to dance when I heard this. With hand. What do you think? Very fun. Very fun. Like what? Reflect dance when I heard Yeah. Lombok degan orolda shunaqa fabrik bor ekan, material o'zbek atlasiga o'xshaydi juda ham. That's it, thank you. Bu bola Lombokdan. Shu bola olib kelgan ekan. Xuddi o'zbek atlas adresiga o'xshaydi. Make a fire. Fire, really? You know Scott? Olov yoqishmoqchi hozir. Saka gege. Gege. Gege means what was that? Good game? Good game, yeah. Xullas bularda maktabda mana shunaqa narsalar qilish uchun fanlari bor ekan, special elementary schoolda. Elementary emas, adashmasam. Xullas maktabda shunaqa skilllar o'rgatilar ekan. Shunga hammasi zo'r bilishar ekan bunaqa narsalar. This is corn. And now we Okay. related. Wow. Ayo. Hati-hati ya. Okay, come on. Ayo. Oh my god. Shrimp. Shrimp. In Bahasa, how do you call it? Udang. Udang. Yeah. Udang. English. I don't even know how do you call it in Uzbek. Okay, let me try. What? Okay, fine. Big one. Then. I don't like it. Yeah. O'zlaridan keyin bittalab hamma narsani yig'ishtirishyapti. Birorta musor qoldirishmas ekan. Eng zo'r tomoni. Tepada ham, pastda ham hamma narsani yig'ishtirib chiqishdi. Bu joyda hozir kamzulimni qo'yib oldim. Tepadagi yulduzlarni, osmondagi yulduzlarni tomosha qilib, hozir so'radim, u uzoqdagi chiroqlar nima deb so'rasam,
kichkina qayiqlarda okean o'rtasiga borib baliq tutishar ekan. Fishing qilishar ekan. Hozir hamma uxlayapti. Mana shu chodirlarning ichida. Hech narsa ko'rinmayapti. Xullas, to'rtta chodirda hamma uxlayapti. Ichkari issiqligi uchun mana shu ochiq joyga chiqib oldim men. Bittasi uxlayapti, muzikani qo'yib olib. Soat 5dan o'tdi hozir. Pinjaman WC. Nima yasashayotganini aytmayman, o'zlaring topinglar. Soat 7dan o'tdi hozir. Shunaqa vibe. Hozir okeanda cho'milib chiqib, suzib chiqib, kiyimlarimizni almashtirib oldik уже. U protsessni videoga ola olmadim chunki juda ham xavfli okeanda suv telefonni olib tushish pastga. Hozir shunaqa noodle qilib yemoqchimiz завтракка. Here. Breakfast. Itu 10.000 juga. Aku kan ini cuma beli air. Jadi 3.000. You're doing a recording? Yeah. For my vlog. Okay. Hi guys. So All we're gonna three of us are visible. Sure. getting a noodles. So we eat the noodles. It's very good. How the taste, Salma? The taste is How is so it? good. It's so delicious. Not spicy one. Mine is not also spicy, but it's a little spicy. Because we eat in the morning, so if we eat spicy, prefer tidur. Di Jakarta jangan di Jakarta. NTV. Aku lebih prefer kayak NTV. Dia mau kembali orang loh. Main skuter. Hozir bu yo'ldan kelib tepaga chiqdik. Look at okean ikki xil rangda ekan. Bu tomoni yashilroq, bu tomoni ko'kroq. Rangi ikki xil.
Hozir videoda unchalik ko'rinmayapti. Tomoni ko'k, tomoni yashilroq. Уже ketishga tayyorlanyapmiz hozir. Hamma chodirlarni yig'ishtirib, hamma narsani yig'ishtirib. Уже ketamiz. 3. Oke, tengok sebelah kanan atas, pegang kacamata, tangan kanan. Oke. Plyajlarda fotograflar jonini berib ishlashadi. 3. Oke. Menga mana brasletini berdi, Saka eslab yurasan deb. O'zbekistonga qaytganingda eslab yurishing uchun. Safarimiz qaridi. Hi guys, We finished. We are going now. we leave the beach Yeah. and going home. We are leaving the beach. Soat 9 bo'ldi. Uyga qaytishga harakat. Biz yetib keldik. At our place. Yeah, everyone is tired. Biz yetib keldik. Soat 11 bo'ldi. Our place is fine. Everyone is sleeping already. Hammasi yotib uxlab oldi kelib. Rosa charcham.